Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Karimjon obunachilarni qani necha pul olyapti? Necha pul beryapsizlar? Bunga 79 beryapti, 8 beryapti. Ha, bungami? 7 million 900 beryapti ekan, 8 million berilyapti ekan. Bo'ylari 1 metrga borib bormaydigan o'g'lajinlarimiz akalar. Qani bularimizni necha puldan ekan usta aka bu o'g'lajinlar? Katta kichigiga qaysi bor? Ular 9dan kami bor. 9dan. Bunga 7 kami bor. 7 million kam bor ekan, 9dan kam bor. 1 metrga borib bormagan novot hunajinlar akalar mana. 7 million. Bular 9 million kam bor, buni 7 million deyapti akalar mana. Hamma joy. Bunga 8 million mana. 8 millionga bo'ldimi bu? 8 millionga barakasi bo'ldi mana. Yani so'rayapsiz. Necha puldan ekan usta aka bular? Necha pul? 16,5 kam bor deyaplar akalar. 1 metrga borib bormagan majinlarimiz 16,5 million. Ular necha pul ekan? Ular necha pul ekan? 13 kami bor deyapman. 13 milliondan kam bor ekan. Necha pul qildi bozor? 11dan bermabdi akalar, 13 milliondan kam bor. Majinlar 13 milliondan berilmabdi. Bular ancha yetdilar ekan. Necha puldan ekan jiyan bular? Qaysi biri? Mana shularda. Bularni 11,5 dan. Buni 11,5, buni-chi? 11. 11. Bu chekadagi-chi? 9,5. 9,5. Necha puldan qildi bozor? Bozor o'lchov qilgani yo'q. Buni 8,5 bo'lyapti. 8,5. Bular necha pul qildi? Bular qilgani yo'q. Ha, narigini 8,5 qildi. Mana hunajinlar akalar kattalar. Necha puldan ekan bular? Ustaga necha puldan bular? 17 ga 15 million kam bor deyapti. Bo'ylari mana 1.15, narigini kam shu 1.10 plus akalar. So'rasizlar sekin hunajinlar. Boricha olyapti jigarlar. Layklar bosib alaytman. Necha pul olyapti ekan? Qani savdolarga sizlar. Necha pul beryapti tog'a? 10 million yo'q, akam bor, arkadaşlar. Ana, 10 million 700 olyapti. Karimjonuz. ishlari bo'lsin. Evet, ana joni sog' bo'lsin akamiz. 10 million 700 ga mana akalar berilmayapti. Bular necha pul ekan gibrid sifat? Necha pul ekan usta aka bu? 12,5. Buchi? Mana aka 12,5 kam bor, 13,5 kam bor. Bo'ylari 1.15, 1.10 plus akalar mana. Kattarog'i necha pul ekan? Chiroyli. Necha pul ekan tog'a bu? Necha pul ekan? 17 deymiz kami bor. 17 million kam bor deyapti. Bozor necha pul yerda? 100 so'm 15 ta bor. 100 so'm kam 15 ga berilmagan mana akalar. Bo'ylari 1.15 hisoblar chiqarib oladi. Bu necha pul ekan? Tog'a buni necha pul deyapsizlar ekan? 16 kami bor. Necha pul berdi bozor? 14,5 ga berilmabdi akalar mana. Bo'ylari 1.20 atrofida. Bu yoqda quyosh chiqib yaxshi chiqmayapti akalarim. Sekin ko'rsatib olinadi. Shved necha pul olyapti? Shvedga egasi o'sha ekan. Mana bular savdosi necha pul olyapti? Biz ko'rgani yo'q. Misoli, mana qanaqa bo'ldi? 33 ga bermagan. Yo'q, anori 14. Hozir avvalo 13 dan bermabdi akalar. Shu rajinlarimiz. Ikkalasi ham to'qol chiroyli akalar. 13 dan berilmagan, bo'ylari 1.15 atrofidagi rajinlarimiz. Mana savdolar bo'lyapti. Shvedga egasi olganda olsam bilib berardik.
To'g'ri, yaxshi bo'ldi. Necha pul berdi soch tog'a? 30 galasiyami? Jupiga 30 million beribdi akalar. Mollar chiroyli mollar ekan, to'qol. Kelasi yana sigir qiladigan ekan. 30 millionga bermayapti ama jupini. Bo'ylari 1.15 atrofida. Mana akalar. Limuzin belgiyskiy parodon xunajinlar 50 milliondan kam bor deyapti akalar. Bu belgiyskiy qaylar nima deyapti? Jo'ning sog'magun. Mana akalar, belgiyskiy limuzin parodon. Uzunligi uzun, rasa zo'r xunajinlar akalar. Endi bular sut yo'nalishdami bilish kerak. Shunga qarab savdo qilish kerak. Sigir bozorlar ham to'lgan akalar, mana sigir bozorlar. Sigirlarning omma mashmashasi ko'p bilasizlar, suti nechta, tishi nechta, nechinchi bolasi, bo'g'ozmi. Shuning uchun sigirda yomon ehtiyot bo'lib olishinglar kerak akalar. Sigir ishi o'ta qiyin. Mana sigirlarimiz akalar. Bir qator ko'rsatyapman. Nima maqsad? Maqsad prosta shunaqa mollar chiqadi shu bozorga degan maqsad akalar. Narx-navolar endi hammasini har xil bir-ikki og'iz bir so'rab ko'rib bilib ketamiz. Nech pul deyapti buni? Nech pul deyapsiz qora aka buni? 38 kami bor. Nech pulga bordi? 33 berishyapti. 32,5 33. Chiroyli ekanda sigiri. Birinchi bolasi. To'g'ri. Necha litr sut? Saqqamiz yo'q misoli. Yangi tug'ilgan ekan mana akalar. 33 millionga berilyapti. Buni ajimi ovozmi? Buni ajim ko'paytiraman deganlarga mana akalar. Mahallani bo'lsa oladi. Yo'ldi. Chiroyli mol ekan mana akalar. 33 ga berilyapti. Gaplashamiz. Xo'p. Anaqa gibrid novvoslar akalar mana. Endi maqsad aytyapman-ku, sigirgacha tushunvorimiz, lekin bir qator narx-navolarni ko'rsatamiz. Shunaqa sigirlar chiqadi bozorga, hali kimdir Payshan bozorida bilmashi mumkin yo bilishi mumkin, chiqadimi, chiqmaydi deb o'ylayotganlarga mana akalar. Sigirlar xudo xolasa ko'p chiqib, bemalol savdo qilaverasizlar. Ena bola deysizlarmi, yoshlaridan deysizlar, hammasidan bor. Mana rossiyskilar ham bo'lyapti mana. Qani nech pulga berishmayapti buni bilaylik-chi. Allohga tavakkal bo'lyapti. Nech pul beryapsiz? 26 million 500 ming so'mga bor barakat sotoladingmi? Bermagan 27,5 ming yo'q bola. 26 million 500 ming so'm. 26 million 500 mingga savdo bo'lyapti akalar. 2 oylik gumoni bor. Chiroyli mol ekan rossiyskiy. Arzon beryapti mashinani. 26 yarim. Ko'rsatadi, bo'lmasa masaj qilib. 30 million beraymi? 32 million beraymi deb maqara sheri chaqirib ketaydi. Ketsa hali bundan yomoni yo'q. Molga sotmaganman. Barakasi olsa bir ko'rsatamiz akalar mana. Qani nech pul olyapti kim barakasi? Yo'qotgan sharoiti bo'ldi baraka. Bo'ldi. Nech pul beryapsiz aka? Bo'ldi aslida. Mening gapim olinglar aka. Bunday qilib tushundiraman. 23 millionga men olmayman, olib sotarman. Dehqon sizga o'xshagan. Bo'ldi, men bir narsa demayapman. Bo'ldi. Boshqa gap so'z yo'q, sotdim men. Bo'ldi, baraka. Siz qanga soting? Bering. Bo'ldi, tamom. Bo'ldi, tamom. Ololmas ekan. Men qo'shib yubordim 1 million. Bering. Mol bo'lsa sotib qutuling. 23 million mana shu aytgan. Aka dehqonga ketyapti, duo qilib qo'yadi. Dehqon aka. Dehqon tarafini olyapti, dehqon. Eshittiring. O'ziz Olasiz, olasiz. Bor baraka. Ursamisiz? Bering aka. Odam dehqon aka. Bo'ldi, pulingizni avtonom oling. Naq pul. Bo'ldi baraka. Bering. Baraka. Qaysini berdingiz? Mana shu mol. Toshkent parodin. Chiroyli mol ekan.
23 mi? 23 ketyapti. Bo'g'ozmidi yoki mol? 4 oyli. 4 oyli bo'g'oz ekan. Endi nima demanglar. 23 millionga. 23 millionga mana baraka yo'q, 4 oyli bo'g'oz. Mana akalar, zo'r ekan mana. Bolasi ko'chat ekan ama. Nech pul deyapsan ekan? Nech pul qilishyapsan? Mana akalar 43 millionga berilmayotgan sigirimiz. Bolasi ama ko'chat narsa ekan akalar. So'raverasizlar. Buni nech pul deyapsiz? Nech pul deyapsizlar aka buni? Hozir ko'ryapti-ku, akam moli mendan emas. Nech pul deyapti uni? Hozir. Sizniki nech pul? Ikkovi bitta. Ha, ko'rdingmi? Ko'ryapti. Ya ko'ramanni o'zi sanib ko'rsatib beryapti. Yana akalar, ina bola. Rossiyskiy parodi, Toshkent parodi. Nech pul ekan qora aka bu? Olmay qo'ying bo'ldi. Akalar, xullas shunaqa sigir bozorlarimiz. Sigirlar bugun ko'p chiqqan mana bozorni sog'inganlar uchun sigirlar. Hisoblar chiqaraverasizlar. Joninglar sog' bo'lsin, like'lar bosib, kommentariyaga o'zingizlar fikringizni yozib qoldiringlar. Qanaqa mollar qiziq bo'lsa yozsanglar, keyingi bozor shunaqa mollar chiqaramiz akalar. Joninglar sog' bo'lsin.